Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz do'stlar, xush keldingiz kanalimga. Bugun sirka haqida gaplashamiz. Eng sevimli ichimliklardan, eng shifobaxsh ichimliklardan biri bo'lgan sirka. Mana bu sirkani tayyor bo'lgan matkasi, sirka anasi deyiladi bizda Turkiyada. Bu matkasi. Qaranglar, mana juda ham chiroyli, oppoqqina ko'rinishga ega. Endi bu rangi albatta mevangizni rangiga ko'ra shakllanadi. Mevangiz sariq bo'lsa sariq, qizil bo'lsa qizg'ish rangda yoki shunga ko'ra biroz mevangizni rangini oladi. Endi azizlar, sirkani biz do'lanadan tayyorlaymiz. Har xil do'lanadan tayyorlasangiz bo'ladi. Qizil do'lana, sariq do'lana, farqi yo'q. Mana men sizlarga hozir do'lanani tayyor bo'lgan sirkalarni ko'rsatib beraman. Mana Bismillahirrohmanirrohim deb birinchi shishani ochamiz. Buni avvaldan tayyorlab qo'ygan sirkam. Mana ko'rib turganingizdek, boyagi sirkani matkasi bu hisoblanadi. Mana ust qismida hech qanaqa mog'or, qora bir narsalar yo'q. Menga shunaqa savollar keladi-da, mog'orlab qopti, nima qilay, mog'orni olib tashlab ishlataveraymi? Yo'q. Kesinlikla mog'orni olib tashlab ishlatilmaydi. Qat'iyan, deydimi? Kechirasizlar, men biroz bu o'zbekchani biroz adashib qolsam, aybga bu hisoblamaysizlar. Xullas, hech qanaqa mog'or, hech qanaqa qoramtir, har xil yashilimsi ranglar bo'lmaydi. Top-toza, chip-chiroyli o'zi mana sirka tayyor bo'lgani bilinib qoladi o'zi. Keskin hidi bo'ladi, dimoqqa uriladigan. Hidlab ko'rganingizda o'tkir, keskin bir hidi bo'ladi, yoqimtoy. Mana sirkani matkasi deymiz, uni olib qo'yamiz. Albatta bu sirkani tayyorlashdan avval gigiyenaga rioya qilish kerak. Qo'linglar top-toza yuvilgan, tirnoqlar albatta doim olinish kerak. Tirnoqlarni bilasizlar, zararini, qancha zarari borligini. Tirnoqlar olinib tashlanish kerak. Endi mana sirkani tayyor bo'lgan sirkani ko'rdingiz. Keskin, o'tkir hidi bor ekan. Ana shundan ham bilsangiz bo'ladi sirkani tayyor bo'lganini. Men videoni oxirigacha ko'rsangiz, proses ko'rsatib beraman, bosqichma-bosqich. Mana yana bitta sirkani ko'rsatyapman sizlarga. Hani sirka haqida juda ham ko'p savollar bo'lgani uchun men sizlarga shoshmasdan, shoshadiganlar ko'rmasangiz ham bo'ladi. Tez ayt deb yozganlar ham bor-da. Mana buni ko'ringlar. Mana bu sirka tayyor bo'layotgan matka qilayotgan sirka edi. Buni bilmasdan biz qimirlatib qo'ydik. Uyda kuxnyada turadi bu sirka. Kuxnyaning temperaturasi bu sirkalarga mos. Bizim uyning kuxnyaning temperaturasi. Endi buni qaytadan joyiga qo'yib qo'yamiz-da. Qimirlatmasdan qo'yib qo'ysak, o'zi chiroyli bo'lib qaytadan matkasini qaytadan chiroyli qilib biriktirib qo'yadi. Ana shunaqa ajoyib mahsulot, ajoyib shifobaxsh narsa hisoblanadi. Yana bitta sirkani ochib ko'rsaman sizlarga. Do'lana vaqtida tayyorlab olish kerak-da buni. Qaranglar. Bu tayyor bo'lib, mana ko'pirib, bijillab, achish prosesslari o'tib ketib, endi matka qilish jarayoniga kelib qolgan sirka hisoblanadi.
ko'rdingiz. Üzerida hech qanaqa mag'or yo'q, hech qanaqa ortiqcha narsalar yo'q. Buni ham ustini yopib olib qo'yaman. Oppoq marlidan o'tib ketadi. Har xil pashshalar bor. Chivin pashshalar, kichik sirka pashshasi deyiladi. O'shalar albatta keladi. Sirkangiz o'xshayotgan bo'lsa, bir joydan topib keladi. Va shu pashshalar ichiga tushib ketmasligi uchun qalin materialda shuni yopib qo'ysangiz bo'ladi. Rezinkangiz ham qattiq qisib yopib qo'yish kerak-da. Rezinka ham atrofiga o'ralgan rezinka bor-ku, o'sha ham qisib turish kerak. Ana endi buni suzib olamiz. Tayyor bo'lgan do'lana sirkasini suzib olamiz. Suzish uchun yana marlidan foydalansangiz, bu yaxshi erimagan. Bu sirkani biz yana qaytadan vitaminlarini, foydali narsalarini yana qaytadan brajeniyaga beramiz, yana fermentaga beramiz-da. Hozir buni suzib olaman. Pamuk deydi-yu, nima deydi o'zbekchasiga? Paxta. Paxtali materiallar bo'lsa o'shanga solib yaxshilab suzib olishinglar kerak. Sirkani o'zingizga olib qo'yish uchun ichiga erigan, buning ichida erib fermenta bo'lgan vaqtda, fermenta jarayonida erib ketadi do'lanalar. Do'lana, olmalar. Mana bu do'lanani ko'rdingizmi? Hozir qattiq. Men qo'limda ezgan vaqtimda ezilib ketayotgan edi. Hozir qattiq bo'lib turibdi. Nimaga? Vitaminlarni tortib olgan buni. Erish jarayoni hali erimadi yaxshigina. Buni yana bitta aylantiramiz. Bostirib ezib sovarsam bo'lardi. Vaqtim bo'lmagani uchun men shunaqa solib qo'yardim. Endi keyingisini qo'linglarda bo'lib solsanglar ham bo'laveradi. Albatta ichida danaklar hamma narsasi bilan birga solingan. Lekin tozalab yuvilgan, idishlar ham yuvilgan bo'lish kerak avvaldan. Qo'llar ham, qoshiq nima ishlatadigan bo'lsangiz, albatta juda ham titizlik bilan, diqqat bilan yuvilgan, tozalangan bo'lishi kerak. Juda ham yaxshi shifobaxsh sirka olaman desangiz, o'sha qoidalarga rioya qilish kerak. Buni yaxshilab suzib olamiz. Yaxshilab suzib olgandan keyin men qaytadan ikkinchi marta fermentatsiyaga beraman. Chunki juda ham qattiq sartligi, ya'ni yumshab ketmadi bu do'lana. Olmalarga ko'ra qattiqroq bo'lgani uchun, danaklari ham qattiq bo'lgani uchun do'lana sovuqqa chidamli meva-yu. Tez yumshamadi. Ham sovuq o'rtamda tayyorlanyapti. Olma yozda issiq kunlarda tayyorlanadi. U ham ta'sir qiladi. Ham sirka kislotasi ortgan sayi buni tolalari siqilashtirib sirkada bu yana ham qattiqlashdi. Uni sirkani kalsiyasiga zarari yo'q. Endi qaytadan qilaman, mana shu do'lanani ustiga qaytadan sovoldim, ko'rdingiz. Shakar soldim. Shakarni ko'p ozligini o'zinglar tabiga qarab bilsanglar bo'ladi. Shirin choy ichamiz-ku biz. O'sha shirin choydek qilsanglar ham bo'ladi buni. Mevani shirinligiga qarab. Agar sizni mevangiz juda ham shirin bo'lsa, shakarni oz qo'yasiz. Mevangiz shirin bo'lmasa, shakarni biroz ko'proq qo'yishga majbursiz. Chunki mikroorganizmlar o'sha shakar bilan oziqlanadi. Endi unga suv quyamiz. Suvni o'zingiz xlorsiz suv quyishingiz kerak. Sizni qayerdan izlayotgan bo'lsangiz, suvi qanaqaligini o'shanga ko'ra bilsangiz, tanisangiz, shunga ko'ra qo'yasiz. Men marketdagi suvlarni olaman. Qishloqda bo'lmaganim uchun marketdan suv oldim. Xlorsiz
suv, o'shani qo'yyapman. Xlorli suv qo'ysangiz, albatta sirkangiz o'xshamaydi, bo'lmaydi. Chunki xlor bor ichida, tarkibida. Shakarni yaxshilab aralashtirib yuboramiz, erib ketsin. Mazasiga ko'ra, aytdim-ku, mazasiga ko'ra tatib ko'rasizlar. Oz bo'lsa qaytadan shakar solib aralashtirib yuboramiz. Bu jarayonda asal solib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Tayyor bo'lgandan keyin asal solsangiz ham bo'ladi. Endiki solgan mana shu shakar solyapmiz, bu hech o'ylamanglar, bu shakar zarar insonga, buncha shakar soldi. Shakarga aloqali narsa qolmaydi, buncha shakar yo'q bo'lib ketadi. Har xil yorumlar keladi-da. Og'zini siqi qistirib, rezinada yopib qo'yamiz. Va tayyor bo'lgan sirkani mana bunaqa idishga quyib olib qo'yamiz. Har xil savol keladi-da, endi ba'zi savollar insonni xursand qiladi, ba'zi savollar jon achishtiradi-da. Masalan, bittasi yozibdi, so'kinib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sirka aytgan emaslar deb. Endi sirkadan juda ham ko'p inson foyda ko'radi-da, juda ham shifobaxsh ne'mat hisoblanadi. Sirka alkolli, nima deydi, spirtli ichimlik. O sirka deding, spirtli ichimlik deb biroz so'kib yozibdi. Endi bizlar nechinchi asrda yashayapmiz? Hozir texnologiya rivojlanib ketgan davr. Hamma joyda kitob o'qimagan inson YouTube'ga qarab ham ma'lumot olaveradi, Google'ga qarab ma'lumot olaveradi. Sirkani yaxshilab o'qib qarasanglar, uncha professorlar ham yozib qo'ygan sirkani foydalari. Rossiyada masalan Neum Vakin juda ham yaxshi professordi. Sirka haqida juda ham ajoyib ma'lumotlari bor. Sirka to'g'ri avval alkolli bo'ladi, ya'ni mevadagi tabiiy achitqilar shakarni alkolga aylantiradi, spirtga. Va ya'ni kuchli spirt emas, xafif. Va sekin-sekin bu jarayonda gaz ajralib chiqish protsessi bo'lib, ko'pirjiklar paydo bo'ladi ustida. 10-15 kun suradi bu, 5-10-15 kun. Va asetik asidga aylanish jarayoni boshlanadi. Ya'ni kislotaga, istus kislotasiga. Ichiga asal soldim. E'tibor bergan bo'lsangiz, asalni yaxshilab aralashtiryapman. Xohlaganingizcha soling, 1 qoshiq, 2 qoshiq. Yana ham shifobaxsh sirka bo'ladi. Sirka turgan sayi shifobaxshligi ortib boraveradi. Keskinlashaveradi. Keskin sirka ko'piga zarar degan, idishiga zararli degan maqol bor bizda bu Turkiyada. Keskinlashib shifobaxshligi yana ham ortib boraveradi sirkani turgan sayin. Bizning uyda sirka juda ham ko'p ishlatiladi. O'shaning uchun yillardan yilga turib ketavermaydi bizda. Mana hozir do'lanani kichkina idishga, og'zi kichkina idishchalarga qo'yilsa, sirka matkasi deymiz-ku, ana o'sha sirkani o'zini ichib yeb qo'yadi-da, o'shan bilan oziqlanib. Kattayib ketaveradi, hammasini ham tugatib qo'yadi-da, shishani ichidagi sirkani. O'shaning uchun kichkina og'zi kichkina shishalarga qo'yilsa, kichkinagina matka bo'ladi, hammasini icha olmaydi. Anaqa tez ichmaydi-da, en azından biroz oz ichadi. Qaranglar, shu kichkinaginangni matka paydo bo'ladi bu yerda va ozgina oladi sirkani. Katta bo'lib hammasini olib qo'ymaydi-da sirkani. Mana shunaqa idishchaga qo'yib olib qo'ysanglar bo'ladi. Xolodilnik emas, hozir kun sovuq. Sovuq joyga emas, bu yana o'zini ichida hayot bor, buning ichida kichik mikroorganizmlar bor, ishini davom ettiraveradi. Sekin keskinlashib boraveradi. Mana sizlar sirkachalar shishalarda turibdi. Og'zini ochdim hozir bittasini sizga ko'rsatish uchun. Mana boshqasini ochib ko'rsatyapman. Tayyor bo'lgani, tayyor bo'lmaganlari. Hali tayyor bo'lmaganlarning ustida do'lanalar turibdi, ko'rdingizmi?
Tayyor bo'lganlari do'lanalar tagiga tushib ketgan. Tayyor bo'lyapti-da, sekin astalik bilan hali tayyor bo'lmadi. Matkalari ko'rina boshlaydi. Qimirlatmasangiz sekin matkalari kattayib boradi. Qilayotgan do'stlarimiz ham bor. Mashaalloh. La havla va la quvvata illa billahil azim deb qo'yay. Qilayotgan do'stlarimiz ham bor, rahmat aytayotganlar ham bor. O'rganib oldim deb shifo bo'lsin azizlar. Hammangizga shifobaxsh xususiyatlari juda ham katta bu sirkani. Mana ko'rdingizmi? Achishib turibdi. Ko'pirib, achishib turibdi. Proses ketyapti mana. Bijir-bijir saslari chiqadi shunaqa. Lekin qorayib qolgan, boshqa rang bo'lib qolgan bo'lsa, albatta olib tashlayveringlar. Mana toza sveji deydi, Turkiyada toza deyiladi. Sveji do'lanamiz. O'zbekchada nima deydi? Yangi do'lana deydimi? Yangi uzib olingan do'lana deydimi? Yangi uzilmagan endi bu. Bozordan sotib olingan do'lana. Bu qo'limdagi sirka, atirgulli. Qaranglar, atirgullari bor ichida. Mana bu matkasi. Aytdim-ku sizlarga, matka o'shaning rangini oladi deb. Qaranglar. Ingichka bo'lib olib qo'yilgan sirkadagi matka bu. Suzib olib qo'yilgan. Ichiga naqa solingan. Gul. Ozgina qoldi ham. Ana shu matkani sovaramiz mana bu toza do'lanalarning ustiga. Solsangiz ham bo'ladi, solmasa ham bo'ladi. Eski sirkalardan 2-3 qoshiq qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. 3 qoshiq qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. 4 qoshiq, 2 qoshiq, 3 qoshiq xohlaganingiz. Lekin juda ko'p qo'yib yuborsa ham bo'lmay qoladi. Suvini to'ldirib, mana sizga tozasini ham ko'rsatib beryapman. Ja og'ziga qadar suvni to'ldirib qo'ymaysizlar, chunki brajeniya davomida to'kilib ketadi dedim. Do'lanalar avvaldan yaxshilab yuvilgan, top-toza qilib. Bu yerda 2 xil do'lana, qirmizi do'lana ham bor. Bo'vradi, rangi farq etmaydi. Sovurasiz va ustiga matkani solib qo'yamiz. Suvni yana biroz to'ldirib qo'yib, no'xat solish kerak ichiga. Bir 10-15 ta, 20 ta. Bir qoshiqcha no'xat va shakar. Shakarni boya aytdim sizlarga. Ko'rasizlar, shirin choydek mazasi bo'lishi kerak deb. Albatta mevanglarni shirinligiga qarab. Endi men bu videoni biroz keng yozyapman. Biroz uzun video bo'lyapti. Albatta siqilganlar ko'rmasangiz ham bo'ladi. Yozib o'tirmanglar. Juda uzun qo'yibsan deb har xil inson bor-da endi. Juda ham ko'p savollar mana shu sirkadan kelgani uchun men qo'y shu o'rgansin do'stlar deb mana ko'rsatib beryapman azizlar. Juda ham shifobaxsh. Og'zini yaxshilab qapatinglar, yopinglar. Kletchatkaga boy, vitaminlarga boy, fermentlarga boy, aminokislotalar, eng keragi antioksidant, kuchli antioksidant hisoblanadi. Bu sirkalar anemiyaga qarshi yaxshigina dori hisoblanadi. Qonni suyultirishda yordamchidir. Qonni suyultirishda. Xullas, juda ham ko'p soch yuvganda, masalan, sochni yuvganda ham sirka ishlatiladi. Ekzemalarga, soch to'kilishlari, umuman juda ham ko'p foydalari bor. Endi uni sanab bitira olmaymiz. Sirkaning foydalari haqida yana davom etib ketadigan bo'lsam, video yana ham uzab ketaveradi. O'shaning uchun shu yerda to'xtataman. Aziz do'stlar, hammangizga shifo bo'lsin, sog'lik bo'lsin, ofiyat bo'lsin. Savollaringlarni tushunmagan joylarni yozinglar, nima haqida video xohlaysizlar, nimani tushunmadinglar. Albatta
like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Like bossanglar ko'proq insonlarga ulashadi. Ko'proq insonlar buni shifobaxsh xususiyatlaridan foydalanadi. Ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling, Allohga omonat bo'ling.